Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan statistika yo'nalishi bo'yicha ko'rgan bo'lsalaring har xil yo'nalishlar bor. O'shanaqa video qilishda shablondan qanday foydalanish to'g'rirog'i ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana bunaqa bitta shablon tayyorlab olish kerak. Endi har biriga alohida bo'lsa yaxshi, endi bilmaganlar uchun bitta shablon zakazga qilgizib turib, o'shandan foydalansa ham bo'laveradi. Demak, mana shablon kiramiz. Buni sizlarga o'sha videoning tagida tashlab qo'yaman. Demak, kirganimizda bizda shunaqa joy keladi. Bu yerda hammasi tayyor, nima qilingan. Bu orqa tomonda uylar, keyin bu yer va kubiklar va yozuvlar. Yozuvlar nimagadir teksti buzilgan shekilli, mana shunaqa to'rtburchak bo'lib qolibdi, ancha bo'lgani kirmaganimga. Bu o'sha tayyor nima qilingan. Saqlanib qilingan o'sha. Mana ko'rsalaring bo'ladi o'sha. Boshdan kamera yurib, menimcha o'sha ancha mana o'sha buyoqqacha kamera joyi o'zgarib ketgan shekilli shu joylarda. Demak, bu 100% tayyor emas ekan. Xullas 0-kadrga qaytib olamiz. Demak, bundan qanday foydalanishni hozir ko'rib chiqamiz. Mana tanlanmaydigan bo'lsa, mana uni yoqib qo'yish kerak ekan. Men ham uncha yaxshi tushunmayman. Demak, mana yerni tanladikmi? Yerda nimasiga kiramiz? Mana materialga kirsak, bu yerda mana rangi turadi. Rangni bemalol har xil qilib o'zgartirsa bo'ladi. Masalan, yerni rangida endi mana uni yorqinroq qilsak, sal ko'zga tashlanadi yoki qoraroq, xullas shunaqa. Orqa tomon ham xuddi shunday. Buni ham mana material bo'limida rangini o'zgartirsa bo'ladi uylarni, xullas shunaqa. Kubiklarda ham shunaqa mana ranglari turibdi, tayyor nima qilib qo'yilgan. Buni qizil yoki sariq, yashil, xullas o'zingizga yoqqan nimani qo'yib o'zgartirsa bo'ladi yoki yorqinlikni oshirsak tiniqroq ko'rinadi. Xullas shunaqa. Endi mana yoziladigan nimani ham rangini o'zgartirsa bo'ladi. Mana tak qop qora qilingan ekan. Biz hozir yorqinroq qilamiz-da, masalan, o'rtacha nima qilib turib, rangini har xil nima qilib yoki hozirgi nimaga sal boshqacharoq, to'qroq yoki ochroq qilib o'zgartirib qo'ysa bo'ladi. Endi yana nimani o'zgartirish kerak? Masalan, baland pastligini o'zgartirish mumkin. Uni endi blenderda oz-moz o'rganib, maqlas qilasizlarda. Masalan, buni hozir buni past tepaga qilsak, qo'shilgan ekan, hammasi birdaniga ko'tarilib tushyapti. Demak, kubikni tanlab turib, past tepa qilib turib, nastroyga qilsa bo'lar ekan. Faqat bu yerda bitta o'zgarmaydigan bayroq. Bayroqqa o'zi hozir bekmi qilingan, xullas shunaqa turibdi. Demak, buni o'rgandik. Mana yozuvlarni ustiga bosib turib, qayerdan o'zgartiradi? Mana A ni bosib turib, mana shu yerdan shuni tanlasa, joyiga qaytyapti. Xullas bilganlar o'pshi qilsa ham bo'ladi birdaniga. Men lekin birdaniga tekst o'zgartira olmadim. Oldimda qilmaslik. Xullas o'zgartirib qo'yay. Hozir buni o'zlaring o'rganib olasizlar, xullas. Keyin mana tekst tanlab turib, tabni bosib yozsak bo'ladi bemalol. Qancha summa, xullas xohlagan summani yozsa bo'ladi. Bunda ham shu, bosib turib, tabni bossalaring o'zgartirsa bo'ladi. Bunda ham xuddi shunday. Tabni bosib, xohlagan sonni qo'ysa bo'ladi. Masalan, 1 yoki 2. Xullas shunaqa. Endi rasmga keladigan bo'lsak, rasmni tanlab turib, materialga o'tib turib, mana rasm qo'yilgan o'zi. Ancha rasm bor buning ichida. Ya'ni X qilib tashab, o'zimiz open yoki new qilib turib yoki open qilib turib, boshqa rasm qo'yib olsak ham bo'laveradi yoki bu yerda rasmlar bo'lsa, xohlagan birorta rasmni qo'yib olsa ham bo'laveradi. Tak. Endi bayroqqa ham xuddi shunday, buni ham xuddi shunday o'zgartiriladi. Yoki boshqa birorta bayroq bo'lsa, agar boshqa bayroq qo'yib yuboriladi. Shunaqa qilib.
Endi bayroq animatsiya, hozir kamera tayyor animatsiya qilingan. Mana kamera. Hozir kamerani tanlab turib, mana animatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Hozir animatsiyani udal qilib tashlayman. Demak, bez animatsiya qoldi. Bossak ham ishlamaydi hech narsa. Xullas, 0-kadrga qaytib olamiz. Demak, kamera animatsiya yo'q hozir. Demak, animatsiya qilingan bilan bayroqlar animatsiyasi qolyapti, ko'rganlaringdek. Buni hozir joylarini o'zgartirsalaring ham kubikni past tepa qilsa bayroq joyida qolib ketadi. Qolib ketmasligi uchun buni 0-kadrga o'tib olib turib, mana 0-kadrga maytdan 0 ni bosib, enterni bossa 0-kadrga tushadi. 0-kadrga kelib turib, bu yerdan bayroqni qayerdan o'zgartiradi? Mana shu yermidi? Mana delete back qilinadi-da. Bo'ldi, delete back qilindi. Qotib qoldi. Backni bosib yuboribman yana bir marta. Ozgina kutamiz. Mana foiz ketyapti bu yerda. Demak, hozir birdaniga hamma bayroqni masalan 21600 kadrga qimirlab turishni tanlasak, nagruzga tushadi, renderda ham, kompyuterga ham nagruzga tushadi. O'shaning uchun biz faqat kamera bor joyda, kamera ko'rinadigan joylarda shunaqa qilib o'zgartirib chiqsak bo'ladi. Masalan, men bitta hozir o'sha bayroq 0 ga qaytib olamiz. Shu bayroq mana 1-kadrdan 680-kadrgacha qimirlab turadi, deyapti. Demak, tekshiramiz. Masalan, mana hozir 680-kadrda to'xtaydi bayroq. Bo'ldi, to'xtadi. Hozir kamerani udal qilib tashlaganimizni qaytarmasak bo'lmaydi. Chunki tekshirib ko'rish kerak hozir sizlarga o'rgatish uchun. Mana qaytardik. Mana 0-kadr. 0 ni bosamiz. Kameraga qaytaradi. O'sha play ni bossak, bizga o'sha ko'rsatyapti mana. 632 mana qimirlab turibdi o'sha joygacha. O'sha 680 ga keldik. Mana bayroq qimirlamayapti. Xullas, qolgani ham mana shunaqa qilib nastroyga qilingan. Mana kamera ko'rinadigan joylarda qimirlatadigan qilganman. Qolganini qimirlatmaydigan. Kompyuterlar kuchli bo'lsa, xohlasalaring birdan oxirgi kadrgacha qimirlaydigan qilib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Xullas shunaqa. Buni ham o'zgartirish xuddi hozir 0 ga qaytib oldik. Buni o'zgartirish xuddi shunday mana shu yerga kiriladi. Bu yerdan delete qildim, udalit qildim. Mana udalit qilgandan keyin bu ochildi, tanlash. Xohlasak bir bilan faqat 1-2-kadrda faqat qimirlasin deymizda. Mana backni bosamiz. Menimcha bo'ldi shekilli. Bo'ldi ekan. Mana play ni bosamiz. Mana qimirlamasdan o'zi to'xtab qoldi. Hozir o'z holiga qaytardim. Qoldi. Xullas shunaqa. Yana nimani ko'rsa bo'ladi? Xullas, qolgani o'zlaring o'zgartirib, rasmlarni, nimalarni, bayroqlarni o'zgartirib video yasasalaring bo'laveradi. Render qilishda Eevee da qilinardi. Bu o'shanga moslangandi. O'shanda kompyuterim kuchsiz edi. Shunga moslab zakaz qilgandim. Xullas, shunaqa qilib nima qilaverasizlar? Render qilishni bilsalaring kerak endi. O'zimiz o'rganasizlar. Bu yerdan papka tanlanadi. Bu yerdan nechinchi kadrdan nechinchi kadrgacha render qilish bo'lib qilsalaring ham bo'laveradi. Keyin qo'shib olasizlar. Masalan, svet o'chib qolishi yoki biron ishkal bo'lishi mumkin. O'shanaqa paytlarga mana videoni emas, bu yerda PNG rasm qilib turib yoki JPEG qilib turib, uni ham o'xshatib olsa bo'laveradi. Uni sekin-sekin o'rganib olasizlar endi. Asosiy nima shu, shablon tayyor hamma narsasi. Xullas, shunga qarab o'zgartiraverasizlar. Kamera animatsiyasini ham qanday tayyorlashni ko'rsatib ketay hozir. 0 ni bosdik. Kamerani tanlab oldim. Udal qilib tashladim.
0-kadrdaman. Endi shift F ni bosaman. Kamera menga xuddi nimadek ishlaydi. Mishkani qimirlatsam shunaqa ishlaydi xullas. Demak, mana shu yerdan boshlayman deyapman. Yoki maytdan bo'lib turib, birinchi kadrda I ni bosarmidi? Ha, xullas I ni bosar ekan. Birinchi kadrdan 235 kadrda o'sha yana shift F qildimda, mana shu yerga kelsin dedim. Bosdim. I ni bosdim, tayyor. Xullas shunday nima bo'ladi. Demak, mana shu yerga keldik. 351 qilib yuborganman ekan men adashib. Xullas 300 nimadan 500 nechagacha shift F ni bosdimda, bunday qilib turib bunga kelsin. I ni bosdim. Endi bunga o'tyapti. Xullas mana shunaqa ozgina bu yerda tursin-da. Ozgina bu yerda tursin. Keyin I ni bosaman-da. Keyin yana 100 kadrdan keyin shift F qilib turib bunga o'taman. Bundaymi? I ni bosaman. Mana. Bunday bunga o'tadi-da. Xullas o'shanaqa qilib ketaverasizlar. Demak, uzunroqga bitta boraylik. Mana Neymargami? Bosib yuboribman. 0-kadr. Bunga keldik. Endi bunda ham ozgina to'xtasin-da. Mana shu yerda I ni bosib qo'ydim. Endi 100 kadrga o'tkazib turib shift F qildim-da, bunday bunga qaratdim. Bunda kamera harakati WASD bilan harakat qilyapti. Mana I ni bosdim. Endi mana shu yerda ozgina yurg'izdim-da, shift F qildimda, kamerani ozgina pastga tushiraman-da. Shu yerda I ni bosaman, shift F qildimda. Keyin birdaniga tepaga ko'tarilishdi bu yoq. Adashib ketdim. 8-kadrda tepaga chiqamizmi? Xullas shunaqa. Bunday qilamiz. I ni bosdim. Endi bir tekshiramiz. Mana shu yerda ozgina to'xtash kerak ekan. Keyin mana bunday qilib tepaga chiqyapti. Xullas shunday ketaverasizlar. Demak, bugungi video shu bilan to'xtadi. O'rganaverasizlar endi.